darsliklar qanday shaklda tashlab beriladi deganlar uchun 10 ta darsimiz bor umumiy. Birinchisi bookmap o'rnatish, nastroyka qilish, likvidlik, iceberglar, algoritmlar, robotlar haqida, sweep indikator, VWAP, SVD delta, TTV finder, SVD volume, bular indikatorlar, bookmapni ichidagi indikatorlar hisoblanadi. Xo'sh, oxirida ritmikka har oy tekin ulanish haqida darsimiz bor. Bookmap uchun kulchlar shu papkada bo'ladi. Bu darsliklarda ichida ham qo'shimcha darslar bor. Mana bu birinchi qismi, bu ikkinchi qismi. Shaklda tashlab beriladi.